Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 4-oyning 18 kuni payshanba kech. Buningdan 2400 yil burun yashagan qadimgi Yunonning hozir dunyoga mashhur qadimki faylasufi Sokrat zamonasida ko'chada ketayotgan odamlarni tutib olib, ulardan har xil savollarni so'raydi ekan. Sokratning so'ragan savollari qarmoqqa oddiy bo'lsa-mu, ammo o'tkir ekan. Bir kuni u ko'chada ketayotgan Isoydimusni tutib olib, ondan so'raydi ekan. Ey Isoydimus, yolg'on so'zlash axloqsizlikmi? Isoydimus, albatta axloqsizlik bo'ldi yolg'on so'zlash deydi ekan. Sokrat unga bir taqlidiy bir savolni qo'ygan. Aytqina, sening do'sting o'zini o'ttirish oldidagi bir do'stingning qo'lida pichoq bor. Sen yolg'on so'zlash orqali uning qo'lidagi pichoqni tatib olding, uning jinnini qutqizib olding, hayotini qutqizib qolding. Bu qilmishingmi axloqsizlikmi? deydi ekan. Bu vaqtda Isoydimus o'zining Sokratning to'ziqqa tushganini tan oldi ekan. Sabab u do'stiningki jinini qutqizib olgani bilan so'zlab yurib, buning so'zlagan so'zlari yolg'on. Uningcha, ya'ni uning oldin qitim Sokratga bergan javobi bo'yicha aytgan vaqtda, uning mantiq bo'yicha aytgan vaqtda, uning yolg'on so'zlagani o axloqsizlik qilmishga yotadi degan gap. Demak, biz hayotimizda shunda Sokratga o'xshash odamlarning savollariga duch kelamiz. Biz shulardek savollarni boshqalardan so'rab boqamiz. Boshqalar ham boshqalardan so'rab boqadi. Bu hikoya mening Igrik titresh melodiyasi degan ikkinchi kitobimning kirish qismida, bosh qismida aytilgan. Nemishqa men buni degim kelib qoldi buni degan vaqtda, bundaq bir film, bir qandaq qilgan vaqtda uzun, mangulikka ishg'ol bo'ldi degan hujjatli filmni ishlaguvchi 100 yildan ortiq umr ko'rgan odamlarni buni savollarni so'raydi ekanda, hayotingizdagi umringizdagi eng baxtli kun qaysi degan savolni so'raydi ekan. Uningga bir 100 yildan ortiq umr ko'rgan mo'may bunday javob berdi ekan. Mening hayotimdagi eng xushalliq kun 1918-yili Birinchi dunyo urushini oxirlashgan, ya'ni urush to'xtash kelishimiga imzo qo'yilgan ash kun deydi ekan. Nemishqa? Chunki urush to'xtashga imzo qo'yilgandan keyin men endi dunyoda urush bo'lmaydi deb o'ylagan degan javobni berdi ekan. Rost shunday bo'ldimi? Yo'q. Ardın, ya'ni Birinchi dunyo urush oxirlashib, ardın 21 yil o'tgan vaqtda Ikkinchi dunyo urushi portlab, dunyoda shu vaqtimizda 75 milliondan ortiq odam urushning talobiga uchrab qazo qilgan gap. Demak, bu yerda mana shu savolni so'rash orqali shu hujjatli filmni ishlovchilar kishilarning hayotidagi qaysi kunni eng xushal kun deb qaraydiganligini bir bilib baxmoqchi, ammo bu mo'may ashundaq javobni bergan gap. Bu yerdagi maqsad nima desa, odamlar o'zi ishongan narsaning rost bo'lishiga rost bo'lib chiqishini umid qiladi. Amaliyotda keyingi voqealar, keyingi ishlar odamning ishonganidek, o'zining o'ylaganidek bo'lmaydi. Biz ko'pincha vaqtda o'zimiz orzu qilgan narsaning rost bo'lishiga intilamiz. Shundoq bo'lganligi uchun shu narsaning rost bo'lishiga intilgan narsa haqidagi hikoyalarga bak ishinib ketib, reallikdan chetnab ketib qolamiz va buning natijasida o'zimiz ishongan narsalarning rost bo'lishiningki ehtimolligini yuqori mo'ljalda o'tib qolamizda, oxirida biz qurbonlik aylanib qolamiz degan gapni deydi ekan. Ham 2018-yil New York vaqt gazetida Yamanga oid bir chiqqan xabarda mundaq bir hikoya aytilgan. Ali Haji ismli Yamanning gazetida bir kishining o'g'li kasal bo'lib qoldi ekan. Kasal bo'lib qolgandan keyin shifo yo'q. Onunga shu yezining mo'tvarlari, ya'ni oqsoqollar deydi ekan, ko'yayotgan yog'ochni o'g'loningki maydasiga tiqib, uning kasalni tatib chiqarasam bo'ldi. Biz burundan tatib shunday davolab kelgan deydi ekan. U odam shunday qiladi ekan. Muxbir nima ish qilgan qilganligini so'rasa, deydiganki, sen namrat bo'lsang, hech qanday amaling bo'lmasa, o'g'ling ig'ir kasal bo'lsa, kishilarning hamma gapiga ishonasan deydi ekan. Ham 1722-yilda Angliyaning Londonda yuz bergan ig'ir talafot, ya'ni yuqumli kasal talafoti haqida kitob yozgan Daniel Diouf mundaq bir gapni yozdi ekan. Yani shu qitimliq yuqumli kasal talafotida London nufusining 25% 18 oyning ichida qirilib ketdi ekan. Bu 1722-yilda bo'lgan voqea.
Qırılıp nurg'un odam o'lib ketgandan keyin tuyg'usidan bu yerda nihoyatda kishilarda bir qo'rqinch tushib, jamiyatda bir qo'rqinch tushib, kishilar shundoq haddidan ziyod xurofalashib ketdi ekanda. Bular nimaga ishonadi ekan desa, logika mantiqdan chetnab, allakimlarning tushiga, allakimlarning qiyoslariga, oldin ko'rarlik to'g'risida aytgan hikoyalarga, qadimgi rivoyatlarga ishonib ketgan. Shuning bilan birlikda haqlarda shu avjab ketgan jamiyatda. Shuning bilan birlikda aldamchilarni chiqib ketgan. Qanday aldamchilar deganda, shu ma'qul doğurni yesang kasal olmaysan, ma kasalga qarshi turadi, kasalni saqaytirdi deydigan. Bu 1722-yilda yuz bergan voqea. Hali ham ashunday aldamchilar bormi, yo'qmi deganda bor. Ya'ni shu davrda bu insonlarga ahmoqlik o'lmaydi demakchi. Bu kishilar shu xil ahmoqlikdan, ham ilojsizlikdan, ham ma'rifatsizlikdan, jaholat qilganlikdan ashundaq narsalarga ishonib ketgan. Bir tarafdan Yamandagi kishining gapini aytsak, ham nodonlik, xurofiylik va ham nima bor? Namratlik bor. Ya'ni o'g'ling vayvaylab yotadi, hech qandaq doğru darmak yo'q, hech qandaq bir shifolik yo'q. Bunday chaqda sen kishilar nima desa shuni ishonsan deydi. Angliyaning ahvolini olib bilsak, Angliyada o chaqda yuqumliq kasal taqab ketib, amal olmay odamlar qirilg'ala turgandan keyin kishilarning ichiga aloqazorlik qo'rqinch tushib, bular haq nima desa shuni ishonadigan bir xil ahvolni barliq keltirgan gap, ya'ni ahmoqlikni barliq keltirayotgan gap. Bu xil ahmoqlik hamma yerda bor. Ya'ni deydiki, bu ma'vo gaplar pulning psixologiyasi degan ma'vo kitobda Morgan Housel'ningki kitobda 18-betida bor. Ya'ni when you will believe anything, hamma narsaga ishonsan deydi. Yana haddidan ziyoda ochko'zlikdan hamma narsaga ba'zi odamlarning ishiga ishonib ketadigan ishlar bo'ladi deydi. Buni pul muomalaga tatbiqlasak, kishilar Bernie Madoff degan kishini Ponzi hiylasini qo'llanib, nurg'un dunyodagi o'zini eng cho'ng mablag' soqchi deb qaraydigan, o'zini aqlli deb qaraydigan kishilarning milliardlab pulini yeb ketgan New York paychiga bozorda paychiga maslahatchilik shirkatini, paychiga elib setib berish, maslahatchilik bilan shug'ullangan Bernie Madoffning hikoyasi. Bu oxiri 2009-yildagi, 2008-yilda yuz bergan pul muomala kirishdi. Buning yolg'onchiligi oshkoranib ketib, 40-50 yil oshkorlanmagan odam oshkoranib, 99 yillik turmaga hukm qilinib o'tganda o'ldi. Demak, pul muomala sohasidami xuddi jamiyatda shu hikoyalarni, rivoyatlarni yaxshi aytilgan odamlarga kishilar oson ishonib, ularni avliyo, anbiyo ko'rib ketgan o'xshash pul muomala sohasidami, pul muomala sohasida mabdaxchilikdami hech qanday cho'ng ishlari töpsi bo'lmagan yoki bo'lmasa o'zi tuzuk beyib ketamigan odamlar televizorga chiqib so'zlab ketsa yoki birinlarni yezib qilib ketsa, shuningga ishonib ketadigan ashunaq bir xohish bor, ya'ni ahmoqlik bor deb shu gapni debdi. Endi men shu gap tufaylidan, ya'ni ahmoqlik ana nodonlik Yamandagi emas, Yamandami bo'libdi. Shu 2018-yilda muayyan ahmoqlikning ifodasi, ham yo'qsizlikning ifodasi, ham 1722-yildagi Angliyadan bo'libdi. Xurofotlik qoplab ketdi-da. Shuni men 2016-2017-yilda yozib qo'ygan, 2016-da ahmoq o'lmaydi degan bir yozma bor ekan, shuni men tizlam o'qib o'tay. Ahmoq o'lmaydi. Zamondan beri kishilar bilan yashab kelgan ahmoqlik. Ahmoqlar o'lib ketgan bilan ahmoq bo'lmaydi hargiz rahmatlik. Stupidity is immortal. Ahmoq o'lmaydi. Chunki yangi ahmoqlar to'xtamay tug'iladi. Nurliq mash'alni ko'taradigan izbosar bo'lgandek, ahmoqlikning jin chirig'ini yo'qadiganlar chiqib turdi. Yaxshi bilan yomonni farq etmay yashagan ahmoq. Yaxshidan yiroq turib yomonga chaplashgan juda ahmoq. Sadlarni latqalarga boshlagan qarniyat ablah. Shuni bilib turib, osonlik izlab uninga agashgan go'mish ahmoq. Ahmoqdek ko'rinib qo'yib, ustadlik bilan yashayotganmi ahmoq, dabdabilik so'zlar bilan nodonlarni murt qilganmi ahmoq. Hayva va pand bilan ojizni bo'zak qilganmi ahmoq. Taqvolik to'nini kiyib bilan xufiyan yashab, o'zini va o'zgini oldiganmi ahmoq. Ahmoq tugamaydi dunyoda. U hamma yerda bor, hatto Amerikada. Balkim ahmoqlarning hech nimaga eran qilmay yashaydiganini bilib turib, ular haqida so'z qilgan fikrmi bir chumuladak
kichik ahmoq. There is an immortal truth in life, my dear. Demak, adamlarda shunday ahmoqlik asosan hamma odamda bor, ozdir ko'pdir, demakchi pulning psixologiyasi degan bu kitobni yozgan adam. Ya'ni odamlar rivoyatlarga, yaxshi hikoyalarga jalbkorligi bor, tusi va qissalarga oson ishonadi. Pul muomala sohasidami bu qanday ifodalanadi desa, shunday bir qism odamlar mandaq qilib beyibdi ekan, mandaq qilibdi ekan deydi, statistik ma'lumotga, reallikqa boqmaydi. Ya'ni o'zininki orzu qilgan narsaga aloqador hikoyalarni go'zallashtirib birisidan olsa, shuni ishonib ketib, ahmoqlik bo'yda amaliyotda hech kim, bir shaxs, hatto davlatning cho'ng siyosatini belgilaydigan, siyosat chiqaradiganlarmi dunyoda nima bo'layotganligini kuzatib kontrol qilib bo'lolmaydi, ularning qobiliyatiga ish emas. 2007-yili masalan, 2007-yili Amerika Markaziy bankidagi tadqiqotchilar 2008-yili, 2009-yili Amerikaning iqtisodi yiliga tuvan bo'lgan vaqtda 1,16%, yuqori bo'lgan chaqda 2,18% oshdi degan, amaliyotda shu yillari 2% keyingi chekindi Amerikaning iqtisodi. Shu yilda Amerikaliklar oldingi 2007-yilga qaragan vaqtda, ya'ni 2009-yili, 2007-yilga qaragan vaqtda dollar qiymatida 16 trillion dollar namratlashib ketib qoldi. Chunki bir ishlar yaxshi bo'lgan vaqtda kishilar nəhayət yaxshi hikoyalarni aytadi deydi. Bir qism kishilar, jamiyat ko'z ko'rgan kishilar, uningga nurg'un odamlar ergishdi deydi. Ya'ni iqtisod yaxshilayotganda uy mulk bozori yaxshilab, uylar chap-chap bozorga chiqib ketgan vaqtda ularning aytdig'ini uyning bahosi o'rlaydi, o'sim tuvan bo'ladi deydi. Endi kredit, ya'ni mortgage nisbati tuvan bo'lgan vaqtda, hammadan uy olmaydigan vaqtda, uy chap-chap bozorga aylanib ketgan vaqtda banklardan ziyada qarzini chiqib berib to'lash iqtidori bo'lmagan odamlarga, onandan keyin bu odamlar bularning ba'zilari xizmatdan qoladi deydi. Ya'ni o'sim mangu undaq 0% ya tuvan turavermaydi-da, azroq o'stirib qo'ygandan keyin şirketler xizmatchilarni ishdan bo'shatadi. Ishdan qolgan odamlarda pul bo'lmagandan keyin uyning mortgajini to'layolmaydi. Shuning bilan banklar uylarni tatib oladi. Bir chaqlarda 500 ming dollarga yaragan uylar 300 ming dollarga tushib qoldi. Bu chaqda banka nurg'un pulni yo'qitib qo'ydi. Bank yo'qitib qo'ygan pul idora jamiyatlarning, aholilarning banka qo'ygan omonat puli bo'lib, natijada bu banklarning vayronchiligini, shaxslarning vayronchiligini keltirib chiqaradi. İqtisod yaxshi chaqda bir qism kishilar yaxshi bo'layotgan vaqtda, chap-chap o'tgan vaqtda eng yaxshi go'zal hikoyalarni aytadi. Hamish go'zal bo'ladi, parlaq quyosh har kun chiqib turdi degandagi hikoyani aytadi deydi. Iqtisod shundaqla cho'kilib turgan vaqtda tijoratlar taqilib, odamlar ishsiz qilib, ba'zi shirkatlar vayron bo'lgan vaqtda, banklar taqalgan vaqtda, haqlarning o'ylari tortilgan vaqtda, o chaqda hammadan xuddi qiyomat qoyim bo'ladigandek, xuddi osmondagi quyosh yerga tushib ketgandek, shundoq qo'rqinchli gaplarni deydi. Buni nurg'a odam ishonadi. Hech kim bu dunyodagi ishlarning qanday bo'lishini o'ylamaydi. Bilinmaydi, to'g'ri bilinmaydi deydi. Ammo yana odamlar qiyos qilishga, taxmin qilishga shuni ko'nab qolgan deydi. Shunga har xil odamlar o'xshash iqtisodiy muhitga nisbatan, uning kelajagiga nisbatan har qitimda shundoq har xil qiyoslarni qilish deydi. Iqtisod manchilik oshidi, o'sim manchilik kesiladi, paychiki har xil ko'rsatkichlar masalan SP 500 deganlar manda o'sadigan qiyoslarni qilishdi. Mana buningga biz hammamiz xuma. Endi bu insonlarning shunaqa psixikimizga degandek gapni qilib qo'yibdi. Bu pulning psixologiyasi deyilgan ba'zi gaplar hamda hozir navbatga iqtisod o'taman gapning fokusni ashuna to'g'rilaymi degan gap. Ya'ni hozir Amerikaning iqtisodiy makrolik jihatdan pul paxolligi 4% dan tuvan, ishsizlik nisbati 4% dan tuvan, pul paxolligi tushmayapti, 2% ga yetmayapti. Biz asli bu yil 3-oylarda Amerikaning Markaziy bankasi o'sim nisbatini bir qatim kesishni 3 qatim kesildi bu yil. Har qatim 0,25% dan 3-oyda yilning 5-oyida faraz qilgan 3-oylarda 0,25% kesildi deganda kesmadi. Endi hozir yaqindagi statistik ma'lumot o'tgan haftadagi pul paxolligi to'g'risidagi ma'lumot
pul pahalığının, yani pulun setiliş gücünün yo'qolayotganligini, pul pahalılığının yanılı 3,5% ekanligini dedi. Bundaq ahvalda hem işsizlik nisbatining tuvallayotganini, yani o'tgan oyda 3 ming odamning xizmat topganligini dedi. Bu Amerikaning iqtisodida pul pahallığı degandek tuvallamayotidi, ishsizlik nisbati tuvallayotidi, iqtisod asta eshyotidi, bak tiz emas. degan, ya'ni Amerikaning makroluk iqtisodiy ahvoli, makroluk iqtisodining umumiy ahvoli bu shunday bir holatni. Buningki qattiq qo'nish bo'lmaganligini, hozir ham bak yumshoq qo'nish deb ketgan bo'lmaydiganligini. Amerikaningki Markaziy bankisining o'simini bu yil 3 qatim emas, 2 qatim kasma cho'ng bo'ladi, cho'ng ish bo'lganligini qiyos qiladi. Hozir qaraydigan bo'lsak, bankalar amanat pulu alaqalıqı, naqd pulu alanı banka qo'yanglar 5% berimiz deydi o. O'sim nisbati berimiz deydi o. Bu aş pul alaqı nisbatan yaxshi ish, ya'ni 5%, 100 ming dollarni 5% qo'yib qo'ysa, 1 yil qo'yib qo'ysa, 5 ming dollar chiqadi degan gap. Ba'zilar xatarga tavakkul qilmaymi deydi odamni. Shu ishni qiladi, uy olay desa, uningga uy kelmaydi. Uyning bahsi ham o'rolab ketdi. Ammo undan sirt shu vabo taqilib hozirga qadar Amerikaning iqtisodiga qaraydigan bo'lsak, nurg'un narsalarning bahsi orqali o'zgarib turdi. Umumyuzlik oshdi, maoshmi oshdi, ammo yaqindan buyon maoshning o'sishi bu yil toza yuqori emas. Pul pahalılığı tushdi, ya'ni 2022 yil yoz faslidagi 9% dan tushdi, hozir 3,5% ga tushdi. Shunday bo'lsa-mu, ham dunyo vaziyatiga davolg'ish, ya'ni Rossiya bilan Ukrainadagi urush, O'rta Sharqda to'qinish, İran bilan İsrailning o'tirish, to'qinish bilan bari xil bu yerda aniqsiz omillar bo'lganligi uchun bu neft bozorini, dunyoning neft bozorini ta'virlayotdi. Hozir neftga nisbatan neftning bahosi o'rlab qoldi, demak bu pul pahalılığının tushmasligiga ya'ni muayyan bir sabablarni hozirlab beryapti. Shunday sharoitda Amerikaning Markaziy bankisi o'simni o'stamaydi degan gap. Bu pulning qislig'ini keltirib chiqardi keyin. Mortgage nisbati yana tushmaydi. Mortgage var, 30 yıllık, 15 yıllık qazilib uy olgan ish. Bu uyninki uylarning davomli qis bo'lishini keltirib chiqardi degan gap. Bir qism shirkatlar odamlarni qisqartgan ahvollar bo'ldi, lekin Amerikaning umuman emgak bozori yaxshi. Bularning mulozimat sohasida hozir yoz, bahor mezgili, hozir yoz kelyapti. Mehmonxonalar, yo'q, sayohat nimalari nihoyatda yaxshi bo'layotgan o'xshaydi. Hozir demak bu haqda ham pulning bog'lig'ini tushundirdi. Bu Amerikaning umumiy iqtisodiy ahvoli. Anadan keyin nima tushdi shu bir 2-3 yilning ichida desa, uy jihozlari, andan keyin shunaqa uzun chidaydigan uy aslarlar deb qo'yamiz, kiralg'i, to'nglatg'i, bu degandek odatda ishiltish muddati 3 yildan yuqori bo'lgan tovarlarni biz chidamliq mahsulotlar deymiz. Andan keyin yemek içmek bahsida tushish bor, lekin babaning oldidagi narsa bir chiqib olgan narsa aldirab tushmaydi, uningdagi tuvan bo'lmaydi, maosh o'sgandan keyin. Ammo yemek içmek bahsida tushish bor. Andan keyin shu mashina aloqador narsalarda o'sish bor. Mashinaga nisbatan, masalan, mashinaningki aloqador deganimizda mashina remont qilgan, mashinalardan mashina chaqi, mashina remont qilish deydigan narsalar borasi remont haqi ishlayotgan shuning masalda nima isab ketdi-da, ammo qo'shxonlik isab ketdi. Avtomobil sug'urtasi. Shunga bu narsani ko'pchilik shunday bilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni oldimizdagi oy kunlarda Amerikaning iqtisodida o'simni kesmaydiganlik bo'lganligi uchun paycheka bozorida, ya'ni pul muomala bozorida, to'g'risini aytgan vaqtda keng doiraga hukm bu pul muomala bozori. Bu paychekani o'z ichiga olmaydi. Zoim bozori va boshqa narsalarni o'z ichiga oldi. Bu pul muomala bozori. Amerikan pul muomala bozorida oldimizgi kelayotgan oy kunlarda davolashildi. Bu kripto bozoriga ta'sir ko'rsatdi. Kripto bozorining tuvanishini keltirib chiqardi. Dunyo vaziyatidagi muqimsizlik ham bu xil tavrinishlarni keltirib chiqardi. Dunyo vaziyatidagi muqimsizlik qancha oshgan sari xalqlarning oltin kumushga pishqash deb oltin kumushga yetib olishi yuqori qildi, oltinning bahosini o'ltirib qolgan ahvol bo'ldi. Xo'sh, endi bugungi
Gap so'z mushunchalik bo'lsin. Rahmat sizlarga.